Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan, real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Ulug'bastir, avariya bo'ldi, Ulug'bastirjon. Avariya bo'ldi. Men mayli, dat ko'ylani moshinasini olinglarda tez borib olib, agar moshinaga bir nima bo'lsa, uchimiz ham kallamiz ketadi bo'ldi. Tushunarlimi? Qani? Galikvagen? Iskandar Makedonskiy. Menga qarang, Makedonskiy. Men o'ynasam normal narsaga o'ynayman. Yo'q, o'z datko'l mashina yutqazmoqchimisan? Bratan, partiya. Ishlaring zo'rmi? Yaxshi ishlab yuribsanmi? Qodiraljon 5 minutga mashining kaltini berib tur, iltimos. Menga qara, u Makedonskiy, revanch. Men revanchga Mercedes-Benz 5 klass mashina qo'yaman. Sashka Sash. Nima? Bilyard? Pashol qo'y seni bilyarding. Men undan ko'ra ish qilaman, tushundingmi? Ha? Bizaga bu ish to'g'ri kelmaydi. Normal ishlayapsiz-ku, o'ylayapsan, pag'an garajsan. Sash, men Moskvaga bu niyatda kelmaganman. Meni ham orzu havasim bor. Normalni ishda ishlashimiz kerak, Sash. Nima qilamiz? Sash, bratanlarga telefon qilayotgan vaqt keldi. Qachon telefon qilish kerak? Telefon. Alo? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan muxlislar. Hammalaringizga mingdan ming rahmat aytmoqchimiz. Mana bizning obunachilarimiz soni 77777 ta bo'ldi. Buning uchun barchangizga mingdan ming rahmat. Qo'llab-quvvatlashda davom eting azizlar. Lekin jigarchilar bu ham kam chunki 85% obunachilar 5 podpiska ko'ryapti. Sizlardan ketsa 5 sekund vaqt ketadi. Shunday tang'ib bo'lsangiz tamom. Ha, yana ba'zi bir savollar bo'lyapti. Serial minuti nima uchun kam? Hurmatli do'stlar, bu mini serial. Biz o'sha Big Media kanalida katta serial ustida ishlayapmiz. Tez kunda yangiliklarni kuzatib boring va albatta to'p etib podpiskani bosib qo'yinglar jigarlar. Kam ko'rayt, hamisha qo'rayt. Hammalaringizga rahmat. To'p podpiska. Ishongan bratlaring shumi? Moykada gilam yuvib turibmiz. Sashka, ular ham ozgina sinib qolibdi. Hozir gilam yuvasan, 1-2 soatdan keyin mashina yuvasan. Ular ham noldan ko'tarilgan. Nasib bo'lsa, ularning ishlari zo'r bo'lib ketadi. Birga ishlaymiz o'sha paytda. Menga qarab, siz ishlamaysanmi? Sashka, men bu hayotda ishlashga kelmaganman, tushundingmi? Bilasan sen nima uchun kelgansan? Nima uchun? Odamlarga ko'rlik qilish uchun. Menga qara, ana shu gilamni olib, mashalangizdan sochingizdan chiqaringlar, tushundingmi? Ko'p gapirmada ish chiqadi. Nimaga o'zsan bilan keldim Rossiya? Ko'p nolima, alani mashinada ham yuvish kerak. Qirg'inday mashina bo'lib ketdi ana dalada. Deysizmi? Ishlashing tayini yo'q, yana bitir. Mana og'iz tinmaydi bilan. Undan ko'ra servisda ishlaganimiz yaxshi edi. Sashka, senda orzu havas bormi, yo'qmi? Nasib bo'lsa ishlarimiz 5 bo'lib ketadi. Jo'ra, menga ishon. Ma'zur bratanlarim bor, ishongan bratanlarim bor, telefon qilaman, любой ishni hal qiladi. Pulni ko'p bo'ladi. Menga qarama, Grigoriy, depsi qatilkasi. Ishda o'tiribman. Sen meni ahmoq qilma, tushundingmi?
Men bitta ishga kanada aytarmasam, bitta biznes plan tayyor bo'ladi. Tushundingmi? Sen mana shu moshinni moyga qilib tur, men biznes g'oya o'ylab kelaman 1 soatga. Tushundingmi? Furijon, men charchadim. Qachon seni planing o'xshagan, ha? Qachon? Sashkajon, jo'rajonim, bu safargi planim ideal bo'ladi. Sizlar tushundingmi? Sen meni jo'rammisan? Jo'ram. Ishonasanmi? Samlina qilyapsanmi? Davay, moshinni yuvib tursan shu uchun. Jo'ram bo'lsang moshinni yuvib tur, men g'oya qilib kelaman. Davay. Tez. Davay. Ustozimni topdim. Ustoz. Ustozing og'ziga palov. Buncha baqirasan, qo'rqitording odamni. Ustoz, men servisni tashlab sizni oldingizga keldim. Men ham siz bilan ishlayin, ustozim. Ustoz shogird birga bo'lish kerak, ustoz. Menga qara, TikTokka. Ikki og'iz so'zni bidir qilib gapira olmaysan, yana TikTokka battle qilishingga o'laymi? Tez borda Sashka tog'angga yordam ber, bolalar qaraytiringlar, tushundingmi? Bo'ldi. Davay, kiyimlaringni almashtir. Tez bo'l. Men bir uxlab olay. Oh, bingo. Reja tayyor. Sashka! Sashka so'si. Menga qara. Bitta biznesda udari bor. Недавно родился biznes, короче. Judayam zo'r biznes. Xo'sh, qanaqa biznes? Qara. O'zi ana shu rayonda bitta moyka bor, Sashka. Kuniga 20 ta mashin keladi. 20 ta mashinda shuni olamizda taksiga beraveramiz. Tushundingmi? O'zi yarim soatda mashina yuvsam, qanaqa arendga berasan? Yo'q, Sashka. 4 soatda yuvamiz deymiz. Majbur bo'ladi mashina tashlab ketishga. Qara, 20 ta mashin 40 ta bo'ladi. 40 ta mashining 80 ta bo'ladi. Keyin 100 ta bo'ladi. Keyin taksi park quraveramiz. Tushundingmi? Furik, nimalar deyapsan sen? Tushunmayapman voshisani. Sashka, biznesda tushunmasang, nihoya aralashma, tushundingmi? Tinchgina ishingni qilda, bolalar qaraytir. Men ketdim. Aqallar, ekranga uramiz. Ekranga 1 minut qoldi, 1 minut. 40 sekund. Akalar, uraylik, bosdik, ketdi. Akalar, share, layklar bosamiz, ekranga uramiz. Boz sponsor keldi, Ulmaster, bosing aka, bosing. Share uring aka, uring. Aka, bosing. Oz qoldi aka. Menga qara. Nima qilyapsan, o TikTokerchi? Xuddi birla kuchugini qancha qilsang tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Nima qilyapsan shuncha ish turgan joyda? Battle o'ynayapman aka. Menga qara, shogird, hayot battle o'ynashdan iborat emas. Hayotda mazza qilib yasha, yig'ishtir bu TikTokingda. Shuncha ish turibdi, sen TikTokda battle o'ynayapsan. Hayotda mazza qilib yashaginki, odamlar havas qilsin. Tushundingmi? Bo'ldi. Yo'qol. Ana shunday senlar zachiska qilib turmasam, toza buzilib ketyapsan TikTokkachilar. O, Gnida, sen nima qochyapsan darrov? Efirda tark etib, meni gaplarimni eshit. Undan ko'ra battle, TikTok, like, podpiska qilgandan ko'ra bir foydali ish bilan shug'ullan, qo'y boq, mol boq, ota-onangni holidan xabar ol. Gnida, qachon qarasang TikTok, battle, like, podpiska, senlarda o'zi TikTokdan boringda zat. Ishingni bo'ldingmi? Beraki o'tiryapsan. Yuvdim. Qara, aytib qo'y. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Moshincha yuvib qo'yasizlarmi? Yuvib qo'yamiz, faqat bir shartimiz bor. 4 soatda mashinangiz tayyor bo'ladi. Namuncha ko'p? Akajon, xohlasangiz moyka ko'p, boshqa joyga borib yuvdiring. Bizning vaqtimizni olmang. Mayli, bo'lmasam yuvib qo'yinglar, 4 soatda kelaman. Tamom aka, nomer adem moykaga xush kelibsiz. Sog'mishi? Omonmishi? Sen bo'ldingmi aniq ishingni? Bo'ldim. Kelinglar qani mana arendaga Mercedes BMW'chalar keldi. Mana BMW'ni zo'ri, mana Mercedes'ni shokoladi keldi. Arendaga beraveramiz, kelaverasizlar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Zaksga mashin kerak edi aka. Normalniy mashin bormi? Normalniy soqqa bormi? Bor, problema emas soqqadan aka. Mircha bo'ladimi, mircha? Bo'ladi aka. Mana kalti. Sog' bo'ling aka. Biroz zalogni tushmak kerak emasmi aka? Zalog kerak emas. 3,5 soatda ketirib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi aka. Tez keting, egasi ko'rmasin. Davay, tez. Davay, Sash, qara. Davay. Sashkajon, ko'ryapsanmi? Ishlarimiz avjida.
Endi BMWni berib yuborsam, hammasi ishimiz zo'r. Tvar, klient hal ketgan yo'q, sen o'sha mashina arendaga berib yubording. Sashka, biznesda rahmdillik rol o'ynamaydi. Biznesda qancha bo'ri bo'lsang, shuncha mazza qilib yashaysan. Tushundingmi? Hatto pasport zalogga olayding, biron nima bo'lsa-chi. Menga emasmi Sashka, 3,5 soat, 4 soatda ketirib bermasa, gaylar o'zi topa oladi, strafovkasi bor. Sashkajon, ishlaringni yig'ishtir, yur bir shahar aylanaylik. Piyoda aylanamizmi? Mana Sashkajon. Egasi kelib qolsa-chi? Egasiga ertaga kelasiz dedim, moshin ko'p dedim. Yur, qo'y, bu ishlar shogirdcha qiladi. Shogird, ishlarga qara.